Shuncha yil birga o'qidik, lekin senga ichimdagi bir gapni hech aytolmayapman-da. Seni sevib qolganman. Menga juda ham yoqasan. Tort qo'lingni uyatsiz. Nima qilmoqchisan? Buncha noz qilasan, ichingdan jon deb turibsan-ku. Nima? Tushunmadim. Och eshikni. Qashqadaryoda xuddi shunga o'xshash voqea sodir bo'ldi. 30 yoshli erkak o'z sinfdoshiga avtomashina ichida shilqimlik qildi. Ma'lum bo'lishicha, voqea joriy yilning 14-noyabr kuni Ko'kdala tumani hududida sodir bo'lgan. Erkak Xorazm viloyatiga turmushga chiqqan sinfdoshini yo'lda uchratib qoladi. U ayolga ota uyingizga olib borib qo'yaman deb taklif berib, o'zining avtomashinasiga mindirgan. Biroq yo'lda ketishayotib, avtomashinani mahalla hududidan o'tgan yo'l chetiga to'xtatgan va ayolning qo'lidan ushlab, unga bo'lgan his-tuyg'ularini aytgan. Shu bilan birga u sinfdoshiga nojo'ya uyatsiz harakatlar ham sodir etgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Ko'kdala tuman sudining qarori bilan huquqbuzar O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 183-moddasida nazarda tutilgan huquqbuzarlikni sodir etgan deb topilib, unga nisbatan 14 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlandi. O'z nafsining quliga aylanib, sinfdoshiga shilqimlik qilgan erkak endi qilgan qilmishi uchun qonun oldida javob beradi.